Aka-ukalar, assalomu alaykum. Parranda ishqibozlari, farzand ishqibozlari. Mana xudo xolasa farzandlarimiz ancha katta bo'lishyapti. 1,5 1 oylik farzandlarni bir baho berasizlar tomosha qilib. Boqishni bilmayotganlar, boqishga qiynalayotganlar degani. Bemalol maslahatlarni beramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa maslahat beramiz, o'rgatamiz boqishlarni. Farzand jo'jalar, zarillar aloqaga chiqinglar. Har xil yoshda farzand jo'jalarimiz bor. Bizdagilar xonaki tabiiy jo'jalar. Mana tomosha qilinglar farzandlarimizni. Mana rushnoy bular hammasi mana. Kavkazskiy, eng toza kavkazskiy farzandlar bular. Mana jo'jalarimiz. Baho berasizlar mana jo'jalar yoshiga mana. Mana batta 1 oylikdan boshlab 1,5 oylikgacha jo'ja bor. Katta bo'lganini ko'ryapsizlar mana. Qanaqa ratsionda nimalar berib boqilishlarini hamma yo'g'ini o'rgataman. Sotuvda bor jo'jalarimiz. 100 ming so'mdan boshlab 150 minggacha jo'jalarimiz bor mana. Janavorlar. Baho beringlar. Jo'jalarimiz sog'lom, baquvvat hammasi. Rushni qo'lga o'rgangan, chaqirsa keladi bular. Hozir chaqirib qo'ydim, kelishdi. Mah. Janavorlar. Hamma yo'q farzand. Maslahat bo'lsa bemalol tortinmay telefon qilaveringlar, aloqaga chiqaverasizlar. Qanaqa qilib boqib o'rgatishlarni, dori vitaminlarini, buni qanaqa yemlar, nimalar berishlarni o'rgatiladi xudo xolasa. Jo'jalarimiz. Bular xonaki rushnoy bo'ladi, bular ser tuxum, jussasi yirik bir farzandli bo'ladigan farzandlar bular. Mana shu jo'jalar 1 oylik jo'jalar mana. Mana ular 1,5 oylikdan o'tib qolgan mana. Mana kattaroqlari 1,5 oylikdan o'tdi mana shular mana. Jo'jalar juda ko'p. Bunaqa sarqil joylar qilganmiz. Ashlarchi ham to'lla jo'jadan. Tepalar. Janovorlar, joyimiz katta. Bilinmaydi ham batta ko'p farzand borligi. Lekin katta bo'lganlarni shunaqa joylarimiz bor, qo'yib yuborib boqinglar. Bu yerda inkubator o'rdaklarimiz. Bu raddon hisobida qanaqa jo'ja qo'shsa boqib yurgan, g'oz bormi, o'rdak bormi? Shuncha jo'jani boqyapti janavor. Olib kelinglar bolalar, donni beringlar. Yo, bug'doy olib kelinglar. O'zini yemini olib kelmasdi, o'g'lim. Ha, bilmadim. O'zini yemlarini olib kelmabsizlar-da. Bug'doy yo'qmi? Yo, qarang. Siz ham bug'doy olib kelyapsiz. Boringlar, boshqa yemlari bor. Mana qopda o'zi jo'jani rasmi tushirilgan. Olib kelinglar o'shani. Mana aka-ukalar. Farzandlarimiz. Oldini xo'rozlari sal ajrashdi, boshlashdi. Bekkaga kirib olishgan mana. Qotor. Aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Jo'jalarimizdan sotuvda bor. Kavkazskiy farzandlar mana, rushnoy mana. Umuman qo'ldan qo'rqmaydi. Qo'lga o'rgangan, qo'ldan qo'rqmaydi bular mana. Ota-onasi ham shunaqa bo'lardi. Ota-onasi qo'lga o'rganganki, bolalari ham xuddi shunaqa bo'lib chiqaveradi. Lekin dalani farzandni boqayotganlar, dalani farzandlari qo'lga o'rganishi juda qiyin masala. Tuxum qo'yishi ham, uy sharoitida tuxum qo'yishi ham juda qiyin. Bular Yevropa, Rossiyaning farzandlari bular. Jo'jalarimiz. Janovorlar har bitta uyani ichida to'lladan jo'jalar mana. Ya, o yoqqa borganda erindim. Mana janovorlar. Aloqaga chiqaverasizlar. Jo'jalarimizdan sotuvda bor. Sog'lom jo'jalar muhimi. Odamdan xurkay bo'lmaydi katta bo'lganda. Hovlilarga qo'yib yuborib boqsalar ham bo'ladi. Mana o'zimning hovlimda ham ashuncha jo'jalari, tovuqlari yurishadi, bemalol kelganlar biladi.
Hadi kattasını yuşadım. Uchiring. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaga nasib qilsin. Shunaqa xonaki fasallardan boqish.